Xitoy shahar porядка. Hammasi joy-joyida. Velosipedlar uchun alohida yo'lak, katta mashinalar uchun alohida yo'lak, odamlar yuradigan uchun alohida yo'lak. Mana bu sariqida yuradiganlar uchun hayvonlar, mushuk, itlar, jonivorlar. Mana bu tomoniga esa sariqdan bu tomoniga chivinlar, keyin kichkina hasharotlar yuradi. Keyin u tomonga o'sha tabiat. Olma, hamma yoq olma. Ana shu qatorisiga olma. Hozir mashinani qo'ydik nimaga? Stankaga-yu. Bitta mana bu yerga oshxona bor ekan. Oshxonasiga bitta boraylikchi. Xitoy ovqatlari qanaqa ekan? Uyg'urlar ko'p ekan bu yerda. Uyg'urcha ovqatlar, uyg'urlar. Lekin uyg'urlar ham xitoychani yaxshi gapirar ekan. Bu yerda ana suvlar bor ekan. Mana bu nima ekan? Smetanami? Qayerdan ochiladi bu? Uish. Qattiq ekan bu. Bitta qattiqdan olamiz. Bitta qattig'idan olamiz, keyin bitta yumshog'idan olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ichkariga nima bor ekan? Ular nima ekan? Mana shu yerga o'tiraylik, oynani oldiga. Bular nima? Har bittasiga misollar nimasi ham bor ekan, ha? Bu yer ventilyator bor ekan. Shu yerga o'tiraylik. Bismillahirrohmanirrohim. Qanaqa ovqatlari bor ekan? Nima bu deyapti? Men birontasini bir tushunarman. Qaniydi tushunsam edi. So'rash kerak.